6 sotuq yer maydon, ikkita eshigi bor. Oldi, orqa tomonda. Bu joyimiz qayerda deysizmi? Bo'stonliq tumani Iskandar qo'rg'oni, Abay ko'cha 37-A uyda joylashgan. Biz hozir orqa tomonda turibmiz. Bu yoq tomondan egalari yo'l qildirgan ekan, mashinada kelib ketsanglar bemalol bo'ladi mana. Mashina qo'yib qo'yish uchun joylar qildirilgan. Bu yoq tomonimizda chorva qilaman desiz, molxonasi ham bor ekan. Yerimiz tekis, to'rt burchak, mevali daraxtlari bor ekan. Kommunikatsiyadan muammo yo'q. Yer maydoni 6 sotuqdan iborat. Bu yoqda garajimiz, egalari omborxona o'rnida ishlatishar ekan. Eski-tuski narsalarni qo'yib qo'ysalar bemalol bo'ladi. Bu yoqda binoyimiz to'rxonadan iborat. Kiruvrishimiz oshxona ekan. Uyimizga kirganda oshxonadan boshlanar ekan. Gaz plita, kuxonyalarni chiroyli qilib qo'yib qo'ygan ekan. Aristonagacha ham bor ekan. Bu yog'imiz TV zonamiz. Yonda bitta xonasi bor ekan. Bu yoqda bitta spalni, detskiy. Uyimiz nemetskiy uy ekan. Qishda issiq, yozda salqin bo'lar ekan. Videoga like bosmagan bo'lsangiz bosib qo'ying. Kommunikatsiyadan muammo yo'q. Narxga keladigan bo'lsa, opisiyaga qoldiramiz. Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'ling.